talyarka sepiladi. Normal ishlaydigan narsa. Bu aynan bitta dorini tavsiyasi yoki reklamasi yoki boshqa balo-battari emas. Sen reklama qilyapsan deb boshlanadi yana. Iminni o'sha og'iz bo'shlig'idagi yaralarga ishlab beradigan dori hisoblanadi. 90% holatda. Mana shunaqa holat hozirgi kecha kunduzda juda ko'p joyda uchrayapti. Bu juda xunuk holat. Bu kasallikning nomini aytmasam ham juda ko'pchilik biladi. Kimdir vezikular stomatit deydi, kimdir yashu deydi, kimdir oqsil deydi, balo, battar, tuyoq og'riq, og'iz og'riq. Xalqning ichida har xil nomi bor. Bu videoni olishimdan maqsad juda ko'p kishi mendan so'ragandi. Xuddi shu kasallikka davo, to'g'ri yechim topib beringlar deb. Bu videoni agar reklama deb o'ylayotgan bo'lsalaringizga sirazu o'tkazib yuboringlar. Bu sizlar uchun emas. Bu videoda men mana shu mollarni oyog'ini maksimal og'riqsiz olib o'tishni o'rgataman sizlarga. Videoni oxirigacha ko'ringlar va bu videoni hozirdan mol boqadigan tanishlaringizni gruppalariga va o'zlariga jo'natib qo'yinglar. Bu juda sizlar uchun foydali bo'ladi va men videoyimni boshladim. Assalomu alaykum hammaga xayrli kun, xayrli tun. Kimdir qaysidir paytda ko'ryapti bu videoni va albatta oxirigacha tomosha qilinglar. Bu sizlar uchun juda foydali bo'ladi. Xudo xolasa mana shu kasallikning to'g'ri yechimini hozirgi kecha kunduzda qanday mollarga qarash kerak, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak sizlarga bilganlarimni polностью bo'lishaman. Bu ko'pchilik uchun xudo xolasa manfaatli video bo'ladi degan umiddaman va videoni boshladik. Mana shu video davomida mana shu molga ukollarni qilib ko'rsatib beraman sizlar uchun va operator mana bu yerga olib keling. Bu aynan bitta dorini tavsiyasi yoki reklamasi yoki boshqa balo-battari emas. Bu videoda konkretni qaysi dori ishlaydi, nimani qo'llasa bo'ladi va nimaga e'tibor berish kerak. Faridun, qon bormi? Qon yo'qmi? Bo'ldi, qon olib tayyorlashni ham hozir video davomida tushuntirib o'tib ketaman va ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Mol xuddi mana shunaqa hozir boshida ko'rsatganimdek, agar kasal bo'ladigan bo'lsa, bizlar birinchi ochrit hozir dorilarga to'xtalib o'tamiz va qaysini qayerdan ukol qilish kerak, inyeksiya qilish kerak, bitta ko'rsatib beraman xudo xolasa. Tuyog'iga yuqmasligi uchun issiq havoda nima qilish kerak, sovuq havoda nima qilish kerak, bitta xudo xolasa to'xtalib o'tamiz. Birinchi ochritda Panflavin molni gavdasiga qarab 20 ml dan 40-50 ml gacha vena qon tomiridan 3 kundan 5 kungacha jo'natilinadi. Bu dermatit paytida ham juda ishlagan dori hisoblanadi. Virusga напрямую ishlaydi. Hujayraning ichiga kirgan virusni hujayra tashqarisiga chiqartirib yubormaydi. O'shanisi bilan bu ishlaydi. Hujayradagi zanjirni kodini o'zgartiradi vaqtinchaga. Bu bir. Ikkinchisi, bizlarga immunitetni ushlash uchun Dastin preparati kun ora har kuni kim qanaqadir ishlatadi, lekin buni to'g'ri yo'li 3 martadan 5 martagacha kun ora inyeksiya qilinsa va ayni temperatura past paytida inyeksiya qilinsa juda zo'r bo'ladi. Xo'p, antibiotikka keladigan bo'lsak, tak Faridun, cho'p nimalarni olib kel, og'riq qoldiruvchi dorilarni. Nimang bo'lsa olib kel bu yoqqa. Chimadanni ko'tar. Ana shu paketdagi dorilarni olib kel bu yoqqa. Paketi bilan olib kel, shu nimaga kasallik olib kelyapsan, chimadanni bekor olib turibsizlar bu yoqqa. Ketdik. Ularga teginmanglar. Tak. Hozir men bu yerga polностью sizlarga foydasi tegadigan narsalarni ko'rsataman. Panflavinni bular ishlatishga. Xo'p. Dalshi. U mana bu narsani olganman. Bu ham olganman, ishlatyapti. Hozir bitta to'xtalib o'tamiz. Nima qilish kerak va nimani kombinatsiya qilish kerak. Bitta burchakni bo'shataylik-da. Nima antibiotik, qayerga urg'u berish kerak, hammasini ko'rsatib o'taman. Panflavin bo'ldi, Dastin bo'ldi. Tak. Agar siz og'riq qoldirmoqchi bo'lsangiz, og'riq kuchli bo'ladigan bo'lsa, yo analgin yokida qanaydi? Flunexin. Buni tarkibi har xili bor. Nitofarmniki bor, boshqa firmaniki bor, любой firmaniki bor. Buni ishlatsa bo'ladi. Tak. Antibiotikka keladigan bo'lsak, amoxicillin, enrofloxacin
Mana bunaqa tarzda ham bor. Tak. Enrofloksatsin sinovdan o'tib kelgan va ishonchli ishlaydigan, men o'zim lichni ishlatadigan Ensin 10. Tak. Amoxicillin. Boshqa firmaning amoxicilliniga uncha ishonmayman. Ishonaman, lekin bunchalik emas. Mana bu firmani bilgan biladi. Tak. Ikkalasi kombinatsiya qilib ishlatiladi. Bo'ldi. Bu antibiotikni mana ko'rib olinglar. Amoxicillin yoki enrofloksatsin. Hozir inyeksiya qilib ko'rsataman buni. Bu yoqqa olib qo'yamiz. Bu antibiotikingiz bo'lmasa, amoxicillin bilan enrofloksatsinningiz yo'q. Nima qilish kerak? Stomatologlar ishlatadi hattoki. Og'izda, milklarda stomatit bo'lsa agar linkamitsin ishlatishadi. Bu yerda Linka Spectaject nomiga e'tibor beringlar. Imенно o'sha og'iz bo'shlig'idagi yaralarga ishlab beradigan dori hisoblanadi. Linka Spectaject. Juda chuqur to'xtalib o'tmayman dorilarga. Erinmasalaringiz, agar o'zim ham sal-pal doktor, vrach bo'laman, sal qiziqaman, o'rganaman desalaringiz agar, men bu yerda polностью instruksiyasi ko'rsatib o'tilgan. 1 millilitri 10 kilogramm tirik vaznga muskuliga 2 kundan 4 kungacha inyeksiya qilinadi. Mayda kurs 2 kun, katta kursi 4 kundan iborat. Ana shu tartibda tak qo'llasalaringiz bo'ladi. Linka Spectaject. Bu normalniy ishlaydigan narsa. Normalniy ishlaydi. Xo'p. Bu ham yo'q, buni masalan topa olmayman desalaringiz agar, azitromitsin. 3 kun maksimum, bo'lmasa 2 kun. 3-kun ham shart emas. Qilinadi. To'g'ri qilish kerak. Agar peribarchit qilinsa agar azitromitsinni dozasi ko'paytirib yuborilsa, molni jigariga nagruzka tushadi. Buncha narsani qilgandan keyin to'g'ri organizmga nagruzka tushadi. O'shanaqa holatda nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Marhamat. Butafosfon plus B12 va foliyaviy kislotasi bor. Ikkalasini ham. Fosfivit yoki foliflox. E'tibor beringlar. 10 grammdan 20 gramm, 30 grammgacha ursa bo'ladi. Mana shu molimizga где-то 15 millilitr inyeksiya qilamiz. 3 kundan 5 kungacha apetitni ham dahshat ochib beradi. Agar 3 kun erinmasdan podrяд inyeksiya qilinsa, ochib ham ko'rsataman. Fosfivit ili folifos yoki Cataful. Mana buni topolmadingiz, men sizlarga analogi bilan ko'rsatib beryapman. Yokida Cataful koreyskiy. Butafosfon plus B12 3 kun. Tamom. Tiqillatib tashlaydi apetitni molni. Yana qanaqa antibiotik qilsak bo'ladi deydiganlar uchun tak. Oksititratsiklin 3 kun qilsa agar bu ham ishlaydi. Bu yerda asosiy urg'uni virusga qaratib og'riqni olishi kerak. Ikkilamchi infeksiyani antibiotikni agar to'g'ri tanlab, to'g'ri dozada inyeksiya qilinsa, uradi bu ham. Oksiprol, oksititratsiklin yumshoq dori inyeksiya qilinganda boshqa oksititratsiklinaga o'xshab shish bermaydi. Bu. Aytgancha, xo'rozlarning chechagini ham dahshat yorib tashlaydi. Xo'rozbozlarga nima bu? Eslatma. Bu ham xuddi shunday, mana bu qani edi boyagi. Mana bu ham xo'rozga juda dahshat ishlaydi parandaga. Linka Spectaject. Tak. Yana antibiotik. Tilazin ishlatsak bo'ladi. Tilazinni ham ishlatsak bo'ladi. Bu antibiotikning hammasini emas. Ko'rsatib beryapman. Buni bu bilan kombinatsiya qilsa bo'ladi, buni o'zini ursa bo'ladi. Shunaqa qilib ishlatsa bo'ladi. Oksiprol bilan tilazinni birga inyeksiya qilsa bo'ladi. Ikkalasi sinergizm beradi, antagonizm emas. Organizmni zaharlamaydi. Ikkalasi birdan bir xil kuchda ishlaydi va organizm bakteriyadan tezroq xalos qiladi. Lekin sizlar обязательно yoki multivitamin yoki fosfivit yoki Cataful inyeksiya qilishlaringiz kerak. Sal qimmatroq liniyaga o'tamiz. Lexaflon, levofloksatsin veterinariyada hozircha yagona bo'lib turgan levofloksatsin saqlovchi antibiotik hisoblanadi. Bu ham ishlab beradi. Mana bu enrofloksatsinni keyingi pokoleniyasi. Enrofloksatsin bitta pastga qoldi, o'sha bitta tepadagi pog'onasi hisoblanadi. Juda ko'p kasalliklarga ishlayapti va mastitlarga ham ishlaydigan antibiotik hisoblanadi, bachadon kasalliklariga ham. Xo'p, yana Injektamek. Sostavi oddiy qilib tushuntiraman. Levomitsin antibiotik bor. O'shani bitta keyingi avlodi florfenikol. Levomitsin tarkibi xloramfenikol. Buni esa tarkibi florfenikol va tarkibida birgalikda flunex saqlaydi.
Mana bu dori ham antibiotik, ham og'riq qoldiruvchi saqlaydi. Agar buni qiladigan bo'lsangiz, mana bu ikkita dori kerak emas. Injektamekni ishlatadigan bo'lsangiz, bu ham juda zo'r ishlaydi. Ishlash nuqtasi va ishlash nimasi oshqozon ichak sistemasiga ham ta'sir qiladigan antibiotik hisoblanadi. Va aytgancha, qo'zilarni hozirgi kecha kunduzda klastridioz kasalliklarida ham juda zo'r ishlab beradi levofloksatsin. So'yganda bir haftalik, 10 kunlik, 15 kunlik qo'zilar ichi ketib yoki ichi ketmay qorinchasi shishib o'layotgan qo'zilarga imенно florfenikol ishlaydi. Yaqinda ham menga vodiydan nima bo'ldi? Shunaqa holatlarni tashab berishdi. Ularga men bu narsani ichiriladigan variantini tashab berdim. Flakol yoki Flaram degan nimalari bor. Ichiriladigan o'zida florfenikol saqlaydigan antibiotiklar bor. O'sha narsani men ularga nima qildim? Rezultati yomon emas. Meni ko'rib turgan bo'lsalaringiz agar kommentariyada o'sha ishlatgan dorilaringiz natijasini yozsalaringiz juda xursand bo'lardim. Foyda bergan bo'lsa foyda berdi, foyda bermagan bo'lsa foyda bermadi deb va uning ustida bizlar ishlaymiz. Florfenikol yoki Flaram yoki mana bu narsa o'sha qo'zilarning ich ketishida ham hozirgi kecha kunduzda qorinchasi shishib, klastridioz kasalliklarini davolashda ham ishlatilinadi. Xo'p, bu molimizga keladigan bo'lsak, og'iz bo'shlig'i обязательно tozalanadi. Tozalab olingandan keyin bu haqida men отдельно bitta video qilganman YouTube'da ham, Instagramda ham. Maxi spray, buni ishlash doirasi, buni chashka petrida laborator sharoitda qanday, qay tartibda ishlaganini polностью ko'rsatganman. Mana shundan hozir ishlatamiz va qolgan nimani boshlaymiz. Men hozir bularga quyidagi dorilarni tanlab ishlataman. Mana shu imенно mana shu hozirgi inyeksiya qilinayotgan molga. O'tgan yil ham, undan oldingi yil ham men mana shu nimada tartibda ishlaganman. Lekin eslab qolinglar, ko'rsatgan antibiotiklarim bu kasallikka hammasi ketadi. Agar to'g'ri dozada tanlab, to'g'ri kun bilan qilinsa. Dastim, panflavin, og'riq qoldiruvchi обязательно kerak bu kasallikka. Chunki immunitetni ushlab turish kerak va antibiotik bergandan keyin обязательно organizmni rag'batlantirib, vitamin B12 va butafosfon saqlaydigan dorilar yoki multivitaminlardan inyeksiya qilib turish kerak. Birinchi bo'lib panflavin dorisini tortamiz. Где-то 20 ml. Undan ko'p qilsa ham bo'ladi. 20 ml. Mol уже atala yala boshlagan. Uni kecha shogirdini davolab ishni boshlagan. Mol bugun уже atala yala boshlagan. Og'zida shuncha yara bo'lishiga qaramay, hozir yaralarni yana ko'rsatamiz. Tak. Bu bir. Ikkinchisi. Temperaturasini o'lchab aytinglar menga. Dastim. sakkiz millilitr muskulga inyeksiya qilamiz. Tak. Uchinchisi enrofloksatsin. Klassika, обожаю. Dam jonivor, dam. Sana og'zingga hech kim tegmadi-ku. Temperaturangni ko'rishyapti. 10 gram bundan olamiz, 100 kilo tirik vaznga bo'ladi. Bo'ladi. Antibiotikni men juda ko'p vesiga to'g'rilab ishlatishni ham yomon ko'raman. Buni men bilan ishlaydigan odamlarning ko'pchiligi biladi. Antibiotikni peribor 38.2. Kecha lecheniya boshlangan mana. 38.2 bugun. O'sha rezultat. Kecha 40 dan baland bo'lgan temperaturasi. Amoksitsilin inyeksiya qilishdan oldin mana shunday yaxshilab chayqatilinadi. Yaxshilab va o'sha teshgan bo'lamiz. Bemalol mana shu shpritsni o'zini tiqamiz. Bez igolka mana. Tortib oldik. Tan. Og'riq qoldirishga metamizol natriy. 50% ekan bu analogimiz, 30% deb adashibman. 8 ml yetib ortadi. Undan ko'pi ham peribor. 8 ml. Tak. Keyingi dorimiz. Folifos bo'lib qolsin.
Fosbivit, Folifos, Katafol farqi yo'q. Apetitni ochadi, qonni ko'paytiradi, rangchasini qaranglar. Rangini qaranglar buni. Mana B12, mana qon. Mana jigarda podдержкасы. Tak. Va bu dorilarni olib, endi sekin molboyni yoniga kiramiz. Nasib bo'lsa, qolgan dorilar kerak emas, u ko'rsatdim. Chunki bu yerda masalan 4 ta 5 ta dorini o'zi sen reklama qilyapsan deb boshlanadi yana. O'shanaqa negativlardan charchagan holatda va ularga tupurgan holatda bu videoni olishga qaror qildim o'zim. Anchadan beri video chiqarganim yo'q. Menga igolka kerak 12 yoki 16 lik tomirga urish uchun. Astramidni. Manjami? Вот. Iголка olamiz va kiramiz. Ha, bittalaring kelinglar, qani men bilan ushlab turinglar qani. Xolmat aka videoga aytaman, yuzingga bijir-bijir qo'yib berishadi. Momentdan foydalanyapmiz. Chaqonni qarang, shu strida. Hazır huzurning ko'rsara olmay, kelib jo'ralaring bilan hazır qilasan. Bu yoqqa o't. Mana, Lazjon, bu yoqqa keling, operator. Bu yerdan keling. Dam. Yana sovorma gumburlatib. Ana. Qon keldi. Panflaminni 20 ml jo'natdim. Dam. Hani? Folifos. Teri osti. Boshqa ko'zingni ulayman. Yoki bunday do'stlikni yig'ishtiraylik. Tabii. Folifos. Teri osti yoki muskulga hamma bu yoqdan ko'rsatay mana. B12si bor, sal og'ritadi molni. Endi burniga zajim turibdi, o'shani hisobiga uncha nima qilmayapti. Tak. Keyingi dorimiz. Bu analgin. Muskulga. Mana shu yerda o'ziga muskulga sanchsa bo'ladi, ketdi. Analgin quyuqroq. Og'riqni oladi. Tak. Amoxicillin. Ustasiga farqi yo'q. Bismillah. Oq iголкami, yashil iголкami ketaveradi mana. Ketyapti amoxicillin. Dumbadan. Men yo'qtirib oladi-yu. Yo'qtirib bo'lmagan bo'lsa, ketdi amoxicillin. Так, дастим обязательно muskulga bu. Tam. Dastimga mollar uncha baqirmaydi. Mushuklar bilan itlar sakrab oladi muskuldan dastimni qo'rqsaga. Enrofloxacin. Mana teri ostiga mana. Bismillah, ketdi. Mana. Bu ham ketdi. Va og'izni обязательно обработка qilamiz. Boyagi marlimni olib beringlar. Mana shuni ber. Moljon, kechir meni. Tozalab olaylik, yaxshilab. Och. Och. Shilimshig'ini olaylik bo'ldi. Joni bor. Joni bor. Bo'l, bilaman, og'riyapti. Bu yopishib qolganlarni tozalamasa agar, ertaga tagida bakteriya rivojlanadi yana. Mana shunaqa обязательно tozalanadi va spreychadan tirs sepiladi. Tetratsiklin o'zi ichidagi xlor tetratsiklin enajon deb org'izadi. Og'izni ochamiz. Bo'ldi. Yechamiz. Va qarab turinglar. Kapelnitsaning idishi bo'ladi, bonkani olib ber.
Ana shu bo'sh banka nomi. 200 grammlik ana shu nomi. Ana shunaqa idishlaringiz bo'shadi. Ayniqsa agar natriy xlordiki bo'lsa, вообще ayni muddo bo'ladi. Ichiga 1 gram geparin, eslaringizdan chiqmasin, 1 gram geparin solinadi. Molni, mana shu molni tuzatib olamiz. Tuzalgandan keyin o'zi ovqat yeydi, oyoqlari tuzaldi, hamma yog'i tuzaldi. 10 kun o'tib, 1 hafta 10 kun o'tib, tomiriga boyagidek 16 lik ignani sanchib, mana buni golovkasini olib turib, ichiga 1 gram geparin odam aptekadan 1 gram solinadi va to'ldirib 300 gram qon olinadi. Qon olinadi, qon ivib qolmaydi. 1-2 marta mana shunday aylantiriladi, bo'ldi, geparinga qon aralashdi. U qonni salqin joyda saqlab turib 1 haftagacha ishlatsa bo'ladi. Ishlatish tartibi: ignani suqamiz, 10 gramdan 20 gramgacha olamiz va ustiga 1-2 gram amoksitsilin aralashtirib, teri ostiga ukol qo'yamiz 2-3 kun davomida. Kasal bo'lmagan mollarga esa xuddi shu narsani qonni 1 kun yoki 2 kun qilinadi. Reski 12 soatdan keyin ta'sir qiladi buni ichidagi antitelalar va o'sha kasallikni 1 oy 40 kun davomida organizm saqlab beradi. Mabodo yuqib qolsa ham, yuqib qolish ehtimoli juda kam bo'ladi. Agar yuqib qolsa agar kasallik juda yengil o'tkazib yuboradi. Atak buni qilgandan keyin 12 soat o'tgandan keyin u mollaringizda kasallik uchrash juda qiyin bo'ladi. Chunki bunning antitelasi organizm buji himoyasiga o'tgan bo'ladi. Tayyor antitelo hosil qilgan bo'ladi. Tuyog'iga keladigan bo'lsak, ikkita narsa bor. Ikkita narsa. Qolgani bekor. Spreyni tonnasi bilan sepmaysizmi? Tuyog'ini tagini toza, quruq saqlash kerak ularni. Yozgi paytda, hozirgi mana bu bahorda issiq havolarda tuyog'ning orasi big'ijib, dimiqib qoladi. O'shanaqa bo'lmasligi uchun oyoq osti mol quruq saqlanadi va tuyoq orasiga solyarka sepiladi. Bakalashkaga solinadi, bitta dona teshiladi solyarka va tuyoq orasiga sepiladi. Men olib kelish hozir sal esimdan ko'tarilibdi, lekin aytib o'tib ketyapman solyarka. Yokida mis kuparosini 10 grammini 1 litrga eritib turgan holatda tuyoqlar yuviladi har kuni 2 mahal. Solyarka qilsangiz ham, medni kuparos qilsangiz ham. Boyagi dorilarni ishlatasiz, og'izni обработка qilasiz, tuyog'iga tegib ketsa ham yengil yarachaqa bo'lib o'tib ketadi 90% holatda. Tagini quruq saqlasangiz. Mana sizlarga barcha videoni boshida va'da bergan narsalarimni nom-banom ipidan ignasigacha tushuntirib o'tib ketdim. Kimda yana nima taklif bo'lsa, bu kasallik bo'yicha menimcha savol bo'lmaydi. Taklif bo'ladigan bo'lsa, keyingi videoni nima tema haqida olish kerakligi bo'yicha bemalol kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar va keyingi safar o'sha kasallik bo'yicha xudo xohlasa ishlab sizlarga ko'rsatib beramiz nasib bo'lsa. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta bu videoga like bosib, chorvador tanishlarga jo'natib qo'yinglar.